Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Programımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. OpenAI şirkəti Xitay rejimiga chetishliq hisoblarni taqib etdi. Sun'iy aql sohasidagi boshlamchi shirkatlardan biri bo'lgan OpenAI shirkati Xitay rejimiga chetishliq bir turkum ChatGPT hisoblarini taqib etganligini, mazkur hisoblarning shaxslarni nazorat qilishga aloqador uchurlarni talab qilganligini e'lon qildi. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, OpenAI shirkati 7 oktyabr e'lon qilgan ommaviy tahdid dokumentida bir qism ishlatuvchilarning ChatGPTdan ijtimoiy taratqularni nazorat qilish, paylash quroli loyihalashni va boshqa nazorat planlari bilan ta'minlashni talab qilganligini qayd qilgan. OpenAI shirkati Xitoy tilida ishlatilayotgan bir turkum hisoblarni taqigan bo'lib, mazkur hisoblar Tor qiltiqi virus detaliga aloqador faoliyatlar bilan shug'ullangan. OpenAI shirkati bulardan sirt yana rus tili ishlatadigan jinoyat guruhiga chetishliq bir necha hisobni taqigan. Dokumentda ko'rsatilishicha, 2023-yil 2-oydan buyon OpenAI shirkati 40 dan ortiq gumonliq torni bayqab chiqqan va cheklagan. Shundaqla ularni aloqador organlarga ma'lum qilgan. O'g'iznoma dastoni o'rtaq turk elifbasida nashr qilindi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Gebele şehrida o'tkazilgan 12. navbatlik Türk davlatlari boshliqlari yig'inida so'z qilganda o'rtaq elifbaga o'tishning muhimligini ta'kidladi. Erdoğan bu haqda tunji qadamni Turkiyaning bosganligini aytib, o'rtaq elifba masalasida Turkiya tunji qadamni bosadi. Chingiz Aytmatov tunishtirilgan bir asar va o'g'iznomani o'rtaq elifba bilan nashr qilyapmiz. Bugun rahbarlarga bulardan biridan sovg'at qilamiz, dedi. O'z so'zining davomida Turk davlatlari bo'lish sifatimiz bilan fan texnika sohasida erishishimiz kerak bo'lgan nuqtaga eng qisqa vaqt ichida yetishimiz uchun kuchlik hamkorlik o'rnatishimiz va bu sohaga zo'r miqdorda o'rtaq mablag' selishimiz kerak. Sun'iy aql jihatda dunyoviy taraqqiyotga yetishish va madaniyat boyligimizni saqlash uchun turkcha cho'ng til modelini taraqqiy qildirishni tezlatishimiz kerak, dedi. Erdoğan so'zda yana o'xshashli turk dunyosi nashriyatchilik uchrashishini kelar yili yanvar oyida Anqarada o'tkazishni planlayapmiz. 30 oktyabrdan boshlab Samarqandda o'tkaziladigan BDT Ma'arif ilm-fan va madaniyat tashkilotining 43 umumiy yig'inida 15 dekabrning Dunyo turk tili oilasi kuni deb e'lon qilinishini umid qilaman. O'zbek qarindoshlarimizga bu muhim umumiy yig'inni tashkillashda hozirdan boshlab muvaffaqiyat tilayman deganlarni qayd qildi. Erdo'g'an mazkur yig'inda yana turk davlatlarini rayonning muqimligi va xavfsizligini kafolatlantirishda texmo aktiv rol o'ynashga chaqirib, biz turk dunyosining rayonimizning muqimligi va bexatarligida nurg'un jihatlardan texmo aktiv rol o'ynay oladi deb qaraymiz, dedi. Türkiye'de Mossadga josuslik qilgan 2 kishi qo'lga olindi. Isroiliyaning istixborot organi Mossad uchun josuslik qilish bilan ayblangan 2 kishi Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti, Istanbul Cumhuriyet bosh taftish mahkamasi va Istanbul soqchi idorasining birlashma harakatida qo'lga olindi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, doirlar gumondorlardan biri Serkan Chechakning bevosita Mossad uchun ishlaganligini ilgari surgan va advokat Tug'rulxon Debning tashkilot bilan aloqasi bor razvedchiklarga uchur sotganligini o'tirg'i qo'ygan. Taftishlar tarafidan so'roq qilingandan keyin har ikki gumondor siyosiy yoki harbiy josuslik maqsadida davlatning maxfiy uchurlariga erishish bilan ayblanib, sudga o'tkazib berilgan va tutib turishga hukm qilingan. Doiralar Serkan Chechakning xususiy razvedka idorasini boshqaradiganligini va Mossad josusining talabiga binoan Istanbulda bir falastinlik faoliyatchini kuzatganligini va bu vazifa uchun $4000 qimmatidagi shifrli pul olganligini bildirgan.
Dipning bo'lsa, hukumat arxivlaridan shaxsiy uchurlarni iqtisodiy manfaat uchun razvedchiklarga ta'minlaganligi, Sarkon Chechakning ilgari Isroiliya uchun josuslik qilganligi uchun 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Musa Kush ismli bir josus bilan birga ishlaganligi oshkorlangan. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.